Do'kondan tvorog sotib oldim. Endi ko'p yegan jo'jalarim tvorog. Endi bu parcha birinchi marta yeyishi bo'ladi-da. Aytgancha bularga hozir norin berdim. Norinni shunaqa mazza qilib yeyapti, konkretni yeyapti-da. Qaranglar talab yeyishini. Hozir endi bularni oldiga tvorog qo'yaman, qanaqa yeyishar ekan, qani ko'ramiz. Videoni ko'rib turinglar. Katalari kelib sekin boshlaydi. Nima ekani qiziqyapti-da. Buni birinchi marta tvorog yeydi-da. Hozirlarga norin yoqyapti ko'proq. Qiziqyapti o'sha nima bu oq narsa deb. Ketdi. Boshlandi, pochin boshlandi. O'zi bittasi esa ko'pchiligi kelib talashib yeydi-da ovqatini. Og'zidagi oshni oldirib qo'ydi degan gap. Mana shundan ham ko'rsanglar bo'ladi. Taqillatib yeydi endi bular. Bu kalsiy, zo'r bu narsa tvorog. Faqat svejisini beraman. Qolgan qutgan 3 oyliklarini emas. Mazza qilib norinni yeb yurishibdi. Jo'jalar ko'p kasal bo'ladi-yu, aksariyat holda bir xil ovqat yeyaversa ham mazasi qochadi bularni. Har kuni osh yeyaversanglar ham bo'lmaydi. Orada sho'rva ichish kerak. Shunaqa joylari bor. Mazza qilyapti.